Bismillahirrohmanirrohim. Tashbihning xulosasi shu domlalar. Tashbihda 3 ta bob bor. Arkonlarini o'rganamiz, aqsamlarini va ag'rodlarini. Arkonlarini o'rganganimizda bildikki 4 ta ekan aslida. Mushabbah, mushabbah bihi, ada va vajhu shabah ekan. Tarafayn, ya'ni mushabbah, mushabbah bihi e'tibor bilan. Mushabbah bihi mushabbahlar hissiyan bo'lishi mumkin, aqliyan bo'lishi mumkin. Al-ilmu kan-nur, hissiyanmi, aqliyanmi? Mashallah, aqli bo'ladi. Az-zulmu kal-maut, aw al-jahlu kal-maut. Aqli domla. Qani mautni ko'rgan, o'sha ko'rdingmi? Aqliyan muxtalifan bo'lishi mumkin, ha? Xo'p. Domlalar endi aqsamlarga keladigan bo'lsak, o'sha tarafayn e'tibori bilan yana. Aqsamlarini qarang. Yo mufrad bo'lishi mumkin. Tashbih mufrad bi mufrad, ya'ni mufradni mufradga. Yo'inki murakkabga. Bir nechta jumladan tashkil topadi, keyin ikkisi ham bir nechta bor. Murakkab bo'ladi. Butun bir hay'atga o'xshatasiz. Palonchi talib mana bunaqa holatdagi palonchi talaba, mana bunaqa holatdagi palonchi talabaga o'xshaydi deydi. Mufrad bo'ladi bir taraf, ikkinchi taraf murakkab bo'lishi mumkin. Murakkab bi mufrad yoki bular tashbih mufrad bi mufrad bo'ldi bular, ha? To'rtaga bo'lindimi? Xuddi o'sha tarafdan e'tibor bilan. Taaddud jihatidan endi. Malfuf nima degan edi domla? Mushabbahlarni terib olasiz. Oxirida nima qilasiz? Mushabbah bihilarni ketma-ket keltirasiz. Masalan, 1 2 3 mushabbahmi? 1 2 3 mushabbahun bihi. Birinchisiga, ikkinchisi, uchinchisi tartib bilan keltiriladi. Birin-ketinligiga o'xshaydi. Endi mafruh degani komplekt keltirib qo'yasiz. Mushabbahun bihi, mushabbahun bihi degan. Ha? Ketma-ket keltirib yopib qo'yasiz. Mubtada xabar bo'lib ketganga o'xshaydi. Xo'p, jamo' tasviya bor bizda. Tasviya degan domlalar mushabbahni ko'pgina keltirib bitta mushabbahun bihi keltirib qo'yasiz oxirida. Jamo'dachi mushabbahni bitta keltirib mushabbahu bihi ko'pgina keltirasiz. Osonmi? Demak, qarang. Tasviyada mushabbah to'rttami? Bitta mushabbahun bihi. Jamda mushabbahun bihi mushabbahun bihi 1 2 3 qilib keltira olasiz. Vajh jihatidan, bular tarafayn jihatidan bo'ldi. Endi vajh jihatidan bo'linar ekan domlar. Agar vajhi bir lafzda bo'ladigan bo'lsa, vajhu shabah bor-ku, masalan, fish shuja'a, fil jamal deganga o'xshagan. Nima bo'ladi unda? Bu g'oyri tamsil bo'ladi. Agar hay'atda bir nechta suratdan olingan bo'lsa-chi, vajhu shabah, u tamsil deyiladi. Oson, ha? Endi domlalar mana bular hammasi nima ekan? Taqsim emas, bu e'tiboriy narsalar. Qarang, biz mufassal deymiz qachon vajhu shabah zikr qilinsa. Zikr qilinmasa-chi mujmal deymiz. Baligh deymiz qachon vajhu shabah ada ikkalasi ham zikr qilinmasa. Osonmi? Muakkadchi adat o'zi zikr qilinsa. Hazf qilinsa mursal bo'lar ekan. Ba'zida tashbihimiz dimniy bo'lar ekan, ya'ni zohirda ko'rinmaydi-da, ichkarida bo'ladi. Buni aytdik buni. Domlalar shu yerda muakkad bilan, qarang, muakkad bilan mujmal jamlansa nima bo'lar ekan? Ya, uzr. Yo, mujmal bilan mursal jamlansa baligh bo'ladi, ha? Baligh bo'ladi. Jamlanishi mumkin ekan. Ha? Ya'ni agar al-ilmu kan-nuri fi an-naf'i dedim. Hammasi zikr qilindi bitta. Mufassal. Hammasi zikr qilinyapti, ha? Lekin vajhu shabahni o'chirib olsa nima bo'ladi? Adatu tashbih turaveradi. Masalan, al-ilmu kan-nur. Nima deymiz? Mujmal, muakkad deyiladi. Ya'ni bular e'tiboriy jihatlari. Aloqasi yo'q. Xo'p, endi oxirgi qismida aqrodlarni oldik domlalar. Mana shu g'arazlar uchun biz nima qilamiz ekan? Tashbihni ishlatamiz. Yo holatini o'xshatasiz, ha? Yoki mumkin ekanligini o'xshatasiz. Yoki miqdori halihi o'zi holati aniq-u, lekin miqdorini o'xshatib berasiz.
Ha? Yoki holatini taqrir qilasiz, ya'ni muakkad qilib qo'yasiz. Maqtaysiz yoki yomonlamoqchi bo'lsangiz. Ha? Huwa kal qirdi deysiz-da. Ha? Ida tahaddatha deb kecha aytdik-ku. Maymunga o'xshaydi gapirsa ham, aql gapiradi degan. Yomonlamoqchi bo'lsa, ya'ni baribir tashbih qildirik. Oxirgisida maqlub. Mana aytishimiz mumkin. Ar-rajul kal asad. Muttaliginisi Hasan bo'ladi. Ar-rajul kal asad. Qan mushabbah. Ar-rajul mushabbahun bihi asad. Endi al-asadu kar-rajul desiz maqlub bo'ladi. Ha? Osonmi? Ha? Al-bintu kal-qamar. Aslida Ha? Endi al-qamaru kal-binti desiz. Layla Majnunda nima qiladi? Shuni oydi sen haliga meni nima Layloga o'xshaysan ekan deydi-da, lekin Laylo sendan ko'ra chiroyliroq deb yana bu tarafga o'tkazib yuboradi. Qamariy qarab turib tunda yotib aytar ekanda, sen deydi, shu Layloga o'xshaysan ekan deydi. Bir pas o'tirib, "Yo, u sendan ko'ra chiroyliroq, u Layloda dog' yo'q" deb aytar ekanda, nima qilib. Tushunarlimi? Biz endi tashbihni xulosasini olib bo'ldik. Endi isti'oraga o'tsak ham bo'ladi. Ya'ni majozga o'tsak ham bo'ladi. Ikkinchi bobi. Ya'ni ilmul bayanning birinchi bobi tugadi domlalar. Hada va sallallohu va sallam ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.